Jo'jalarim, men sizlarni YouTube kanalimdan ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Like bosishni hamda obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Usmonov, biror nima qo'yib yuboring mashitga. Qizlar qaranglar, bizga qanaqa narsa keldi, mana qaranglar. Nima bu? Вообще прикольный, bu kiyganda shunaqangi ichi ko'rinib, Ana piyola chalami, piyola chalami? Choyni mana bu piyolada ichamiz. Agar bunga choy quysangiz, yoqutdek to'linadi. boshqacha turadi. Mana buni qaranglar, mana. Ko'rasizlarmi? Ichi polniy ko'rinib. Yipi, ichi ko'rinib, tasavvur qilyapman qanaqa ko'rinishini. Silikon o'rnida ham foydalansanglar bo'ladi. Prozrachniy bu qizlar, mana buni qaranglar. Yo'q, kimgadir yoqsa bemalol olaveringlar, men anaqa обсуждать qilmayapman. Hamma yog'i prozrachniy, вообще zo'r narsa. Narxlari Anaqada qiziqarli ekan prosta. ham zo'r chiqdi. Qancha ekan bu? Ajoyib. Dugonalarimizga podarka qilaylik tug'ilgan kunlariga. Bir juda ham bir ajoyib ma'noga ega qo'shiqlardan biri Чистый incest, ishoninglar, xolani o'g'li. Bu qanaqadir sevgi obyekti emas. Bu xolangizning o'g'li, bu qondoshingiz, bu sizni qarindoshingiz. Xo'p, videoga keladigan bo'lsak, bu oybodoqcha kim bo'ldi? Oydek yuzi. Hayot juda ham bir ajoyib va mana bu o'g'il bolani sochi menikidan uzun, meniki esa kalta onasini emsin. Bu bilan nima demoqchiman? Ko'pgina kommentariyada gay deb yozishadi menga. Yozaveringlar. Gay deb yozaveringlar. Magic demasanglar bo'ldi. Mana bu assalomu alaykum deydiganda dumchasi emasmi? Boshqa cholkacha bilan chiqibdi-da. Qizlar, men bitta savolim bor-da. Mana shunaqa videolarga xohish chiqasizlarmi yoki kimdir majburlaydimi? Ko'ramiz, qanaqadir ma'no bordir bu videomizda. Pizdes video qilib qo'yishibdi-da, g'irt ovoragarchilik. Mana bu qizchani topib kelishgan qayerdandir. Mana bu bola bor oq kiyimini kiyib chiqqan. Kimgadir telefon ushattirib qo'yishgan. Ko'ribsizki, biz mana buni ko'rib muhokama qilib o'tiribmiz. Qo'yita. Tushunmadimmi bola kim? Bilmayman nima edi. Bu bola kim demang. Nima dey? Bu bola kim? Bu bola kim? O'ynashib. Bu qizchani o'ynashi kim bo'ldi? Tez atmetga qilib ketdingiz, topamiz. Yana bir sen kabi janon Borligiga ishonmasman. Ertalabki soat 8 da. Bular jin emas. Men jin emas, shunaqa cringe videolarni tomosha qilib o'tirgan. men seni ko'ryapman. Qarab tursan. Aytdi.